Tasavvur qiling, siz karsiz. Tasavvur qiling, siz ko'rsiz. Bu Usmon otamiz har kuni hojatxonaga mana shunaqa ip ushlab boradilar. Nega deysizmi? Chunki ko'zlari ko'r. Uning ustiga qarovchi odam yo'q. Sharoitlarini ko'rsangiz, iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum Usmon doda. Yaxshimisiz? Telefon. Salomatmisiz? Toshkentdan keldik sizni ko'rgani. Boshqa Ha, ko'zi ko'rasam o'tirib bir o'zi. Usmon doda, bu uyda bitta o'zi yashaysizmi? Bu berganmi? Ha? Hay bir oyda berib bir o'zim yashayapman. Farzandlaringiz yo'qmi? Oldin bitta o'g'lim bor edi, o'ldi. Alloh rahmat qilsin. Qachon oldilar? 40 kun bo'ldi. 40 kun o'tdi. Hozir sizga kim qarayapti endi? Ay kim qaraydi? Hamzada ovqat qilsa bir kosa ovqat beradi, choyimni qaynatib beradi, nonimni olib beradi. Aytsam, aytmasam bilib kelmaydi. Hoji doda, hozir bir narsaga ko'zim tushdi. Ha, Yo'lda arqon bo'ylab qo'yishgan ekan. ip bog'langan ha. Kim bo'ylab berdi uni? Bachalar bog'laydi. Men o'zim aytaman, pul beraman, boy ip olib kelsa bog'lab qo'yishadi. Bu arqonni ushlab borish qiyin emasmi doda? Bachalar yiqilaman. Yiqilib ham turasizmi? Ha, oyog'im chalkashib bilan yiqilaman, ko'zim ko'rmaydi. Shu paytda kimdir yordam bera oladimi sizga? Kim yordam beradi? Biror kimni chaqirasizmi? Yo'q, o'zim. Biz hozir mana shu Usmon dodamizni holatlarini o'zimizda his qilib ko'rmoqchimiz. Aslida qanaqa qiyinligini, birgina hojatxonaga borish o'zini. Shuni poyizga bo'ylasak. Xo'p. Mana shu Usmon dodamiz har kuni shu hojatxonaga ip ushlab boradilar. O'ziga guvoh bo'ldingiz, to'g'rimi? Tasavvur qilmagan daraja. Subhanalloh. Yomg'ir, qor, jazirama kunlari. Tasavvur qilib ko'ring Asomiddin aka. Buni tasavvur qilish juda ham qiyin. Bu yerda endi ipsiz qiladigan joy topish qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Qiyin, juda ham qiyin. Bunaqangi holatda eshikni yopolmayapmiz. Bu hojatxona mayli. Asomiddin aka, ipsiz tasavvur qilib ko'ra olasizmi endi yurishni? Yo'q. Sizga qarovchi inson hech kim yo'q. O'zingizni qanaqa his qilasiz aka? O'zimda ojizligimda, Allohning nazdida juda ham ojiz banda ekanligimda Alloh taolo qalbimga solib qo'ydi. Siz 84 yoshdasiz, to'g'rimi, Hoji doda? Asomiddin aka necha yoshsiz? 34 yoshman. 34 yoshsiz, to'g'rimi? 34 yoshingizda ikkita ko'zingizdan ajralganingizda meni qo'limni ushlab yordamni his qildingiz, to'g'rimi? Lekin 84 yoshli Hoji dodamiz bir o'zlari har kuni shu hojatxonaga qatnash uchun bir o'zlari shu ip ushlab yurishlarini tasavvur qildingizmi? Hech kim yordam bermaydi u insonga. Hey. Allohga hamd bo'lsin. Hay yigit. Subhanalloh. Asomiddin aka, Navaga nimani his qildingiz? borimdan voz kechgan bo'lardim o'zimni davolash uchun.
bu yorug' dunyoni ko'rish uchun Alloh taolo hammaga mana shunaqangi ko'radigan holatda qilib qo'yibdi. Allohga shukr aytsin. Mana shunaqangi og'ir, qiyin holatda qolgan yetim, miskin farzandlar bor, bolajonlar bor. Ularga shu dunyoni ko'rib turgan holatda, ularning qiynalganini ko'rib turgan holatda o'z ko'zlari bilan ko'rib turibdi. Yordam qilsin inshaalloh. Alloh taolo o'zi jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'zlari mukofotlaydilar. Qo'shni bo'lib turishlikda barchamizga nasib qilsin. Umid qilamizki, buni bizni ko'rib turgan insonlar ham tushundi. Bu holatda sizga ko'rsatishimizdan maqsad ibrat olishingiz uchun. Mana shu holatda ko'rib tafakkur qilishingiz uchun. Har kuni ertalab uyg'onganimizda ko'zimizni ochganimiz uchun quyosh nurlarini ota-onamiz, farzandlarimiz, yaqinlarimizni ko'rayotganimiz uchun, shu ko'zimiz ko'rib turgani uchun, mana shu ne'matimiz borligi uchun qancha shukrona qilsak ham shuncha kamligini his qildim. Agar hozirda siz ham his qilib turgan bo'lsangiz, mana shu shukronasi uchun ham har kuni ehson qilishdan shoshilishimiz kerak. Aynan hozirgi holatingizda, aynan qalbingiz hozir ochilib turgan paytda ehson qilib oling. Chunki shayton sizni keyinchalik yo'ldan urishi mumkin. Mana shu ibratni qalbingizdan chiqarib tashlashi mumkin. Zero olganim emas, berganim o'zimniki. Yurak amri xayriya jamoat fondi. Olganim emas, berganim o'zimniki.